Sizlar bilan Tazma va men Reverchi xullas bugun biz PvP qilamiz. Lekin bu oddiy birinchi xullas. Yo, mana chiqib oldim, mana chiqdim mana. Mana chiqdim. Sinovsiz urishamiz o'yinchi. Da. Bo'ldi, bor yo'qolib o'zingiz o'rningga bo'ldi. Sanchi? Aslaqing yech. Aslaqim bormi? Bola o'zim Nasrugan tug'iliyman. Va do'stlar, boshlaymiz videoni. Tez boshlashimiz kerak. Biz juda ham ko'p video oldik chunki bu aytaman. Da, hammasi bug bo'lib kirib ketgan kiradigan joyiga. Yo, sen to'xta, seni zachirovning narsa bor, yo'q. Hech bala yo'q. Oltin nima? Oltin olmang bo'lsani. Yegansan sen, oltin olmaysan. To'ldirmayapti, baribir. Zato yuragi himoya qiladi. Yuragi himoya qiladi. To'xta, men ham tiyman. Tuga bo'ldi. To'xta, uni kutdi. To'xta. Kutamiz dedim men senga, kutamiz. Nimani? Yo'q bo'lishini. Zachar yo'q bo'lsin. Menda hech nima yo'q. Menda G'ostolimi be? Ey! Men yutdim baribir. bar g'ostomaniki. Bitta yutib qo'yib, anaqa qilma. O'zingdan ketib qolma. Bo'ldi, birinchi anamda kiyim sizda men yutdim, endi ikkinchi u terli. Ko'zimni. Bolla hozir men buni burundan ishqalayman. Bu prosta qo'l yutib qo'ydi-da, men buni sochib tashlayman, bo'ldi. Aslida sochib yuboraman. Boy do'stlar, mana bag bo'lib chiqib ketganda men ne sharti buni yutdim. Ana qo'lda bu oltin kiyimni baribir yutdim o'shanda ham. Afsuski buni yutib joy olmaymiz chunki bag bo'ldi. Endi teshikli kiyim. Tushundinglarmi? Teshikli kiyim. Toshli ana qilich. Jon to'ldirib olamiz. To'ldirib Mapti. To'ldiribdi. Bola mana ashib ketib bo'ldi. Bu joyini montajda kesib tashlayman. Yo, butun xalq ko'rsinmi? Bola biz ikkinchi time boshladik. Ya'ni bu 3. To'xta. Yo'q. 1 2 3 ketdi. Qansan. Oh, qansan. Yo, qansan. Qansan, dazmalarni. Soch berdi, bola bitta joy qolib ketdi, bitta. Men sakra, chunki Vashi men o'yinimni yo'qotganman. Minecraft o'ynamay qo'ydim. Da, anchadan beri Minecraft o'ynayotganim. Kecha PvP chaqirdik, o'sha yutib qo'ydi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, shu nechunchiligini bilayotgan bo'lsanglar kerak. Nechi? Men 2 marta yutdim, sen ham 2 marta yutding. Do'stlar, temirlik jon to'ldirib olish kerak. Tamom. Qo'llar adashib ketdi. Bir-birimizdan xola xo'sh so'rab turamiz. Qondaysan? Qanday? Tez kiyim olish kerak. Xuddi men o'qiganda. Bo'ldi, bor yo'qolib. Zo'r ekanmi? Hech narsa olganim yo'q. Bilaman-da sen nima olganing. Hech narsa olganim yo'q, mana. Va boshlaylik. Ko'pkada adashilmaslikka harakat qilib turibman. Bo'ldi, ketadi ekan. Oyguch, brat, oyguching. Oyga. Mana. Nimaga? Yana yutdim. Nimaga? Gap yo'q. Bola, oltin aslahani qo'shmaymiz. Bo'ldi, endi almas do'stlar. Aytdim, tanog'im. Endi olmay yeyish mumkin. Odam bo'lmaydimi bola o'zi? Ne iştiysen?
Kel endi. Dur. Jonlar to'lishi kerak. Jonlar to'lishi kerak. Qisib dur. Jon to'ldirib bo'lishi kerak o'sha. 1 2 3 bak. Bolalar ishlash emas, chunki men bitta ochko oldindaman bunda. Sha'nimni oqladim bolalar. Sha'nimni oqladim. Xullas, biza men PvP bo'ldim, tan ol dasma. Dasma tan ol endi. 3-revanch olaman men hali. Da, hozircha 1-1. 3-revanchni biza ertaga yoki Xudo biladi, xolos qachon chiqarishimizni. Yo, stream qilib PvP qo'ramizmi? 3-revanch olaman men hali sendan. Yo'q. Sendan jahlim chiqib bor yo'qolandi. Hay. Mazin qochib qoldim, mazin qochdim. Sen pachoqsa pachoq. Bo'ldi, uyga bari. Bo'ldi. Sizlar bilan Revchik va Dasma bo'ldi. Barchaga xayr. Hozir uni aqlni kirgizib qo'ymasam bo'lmaydi.